Bunaqa remontdagi uyda yashasa odam mazza qiladi-ku ekan. Olmasangiz ham mayli, lekin videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rab ketamiz. Juda ham chiroyli uychamiz sotuvga chiqyapti. Mana bunaqa televizonalar, gullar, asfenlar qilingan. Bu tarafimizda parda gilamlar va konditsioner, barcha sharoitlar bor uyimizda. Ushbu uyimiz 3 xona 2-qavatda bo'lyapti. Oxirigacha kuzatsangiz, birma-bir siz bilan obzor qilib ketamiz azizlar. Marhamat, uyimiz 3 xona hol bo'lyapti. Mana bu eshikdan kirib kelish qismi bunaqa chiroyli qilib garderobni zona qilingan. Va bunaqa umni eshiklar, umni zamoklar qo'yilgan azizlar. Bu tarafimizda siyajli zonalar, bu tarafimiz hol bo'lyapti, gilam va yana bir premyer televizorlarimizdan qo'yib mana bunaqa gulchalar qilib ketilgan azizlar. Birma-bir obzor qilamiz siz bilan. Bu esa kattalar uchun yotoqxona. Ko'rishingiz mumkin, juda ham katta va shinam, barcha jihozlarga alohida e'tibor berib ketilgan, televizorlarga ega. U tarafda oyna, parda, gilamlar, asfenlar qilib ketilgan azizlar. Shu uyimizning kvadrati bo'lyaptiki 103 kvadratdan iborat. Polностью 100% tepli pol qilingan va ayollar yaxshi ko'radigan oshxona qismimiz. Juda ham katta oshxonamiz ham, barcha jihozlar, mebellar, xolodilniklar o'rnatib ketilgan. Mana bu yerda 5 talik stol-stullar ham qo'yib ketilgan. Stiralniy mashina va bu yerda yana ham joy bor, televizor ham mavjud azizlar. Qolgan uylarimizni ko'rsatib chiqamiz sizga. Bu tarafimizda alohida sanuzel bo'lyapti. 2 ta sanuzelga ega, ko'rishingiz mumkin. Va mana bu atmosferaga juda ham e'tibor berishingizni so'rab qolamiz. Juda ham chiroyli qilib ishlov berilgan. Barcha detallarga alohida e'tibor qaratilgan azizlar va bolalar uchun yotoqxona. Bolalar yotoqxonasi ham juda ham chiroyli qilingan azizlar, ko'rishingiz mumkin. Shu uyimiz Rudaki ko'chasida joylashgan, karavanning shunday orqasida 3 xona 2-qavatda joylashgan bo'lyapti. 6 qavatlik dom 103 kvadratdan iborat. Kvadratda narxini 135 ming deyapti, yana savdosi ham bor.